yana bitta narsa aytishim kerak. Parda kursiga iyundagi oydagi to'lganda guruhimiz уже to'lgan. Lekin qaranglar, 10-iyuldan yangicha kursimiz ochiladi. Parda kursi tezlashtirilgan. Ya'ni 1 oy ichida 0 dan boshlab o'sha pardani hamma turlarini o'rgansanglar bo'ladi. Hammasini zo'r, lekin parda kursi ham shunaqa zo'r natijalarga chiqishyapti qizlarimiz. Kecha videoga olishga ulgurmadim, keyingi safar olib ko'rsataman. Bu yerdagi qizlarimiz malaka oshirish kursidagi qizlar. Gulmiraxon kelinimiz imtihon olyaptilar. Matrapa uzra gapingizni bo'laman. Shunaqa chiroyli mamta koketka aylan bering. Tikib kiyiboptilar. Rosa yarashibdi o'zingizga. Вообще zo'r. Ana, bu yerdagi qizlarimiz yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tuzummisizlar? Sog' bo'linglar. Qalay malaka oshirish? Malakalar oshib ketyaptimi? Sog' bo'linglar. Hozir o'quvchimiz yotoqxonadagi chizgan rasmlarni sizlarga bir maqtaning. Shunaqa kichkintoy 13 yoshli qizimiz mana shunaqa darajada уже chizyaptilar. Nechta dars o'tdingiz, Dilnoza? Общее, mana bu dizaynerskiy kichkina dizaynerlar kursi bilan keyin rasm kursini aytyapsiz. Общиysini. Общий darsda mana chiqib shunaqa yaxshiki yotoqxonada bo'lsa, chiqib mana shunaqa ustozlardan yana bilim olish mumkin. Ya'ni darsdan tashqari chiqib bir so'rab, ketma-ketlikda chizishlarni so'rasa, albatta biz yo'q demaymiz, o'rgatamiz. Mana shunaqa chiroyli chizyaptilar kichkintoy qizimiz. Молодец, juda chiroyli. Cho'tka. Qancha chiroyli chiqdi. O'zingizga yoqyaptimi? Ko'p chizing, ha? Voy, zo'r chiqibdi. Buyursin. Asal turibdi o'zingizga, buyursin. Молодец. Do'xonning og'izlari quloqlarida. Ha. Mana shu do'kondan krasavitsam. Nima oldik? Rolik oldik. Roliklardan. Kupalnik, cheshka oldik. Raqslariga, gimnastikalariga. Ketdik endi. Nima deyish kerak Adijonisiga? Xursand. Ucha olaysanmi? Tushundim meni. Rosa meni orzuyim edi kichkinaligimda mana shunaqa nima desam, rolikim bo'lishi, lekin 4 tali Adijonim olib berganlar. Ko'p yiqilurganda jonim axlat tashlab yuborganlar. Ucha olmayapsan bekor deb. 2 kundan uchganman deb. Mana shunaqa pizza qildim. Ozgina tagi oldi otajon. Chichivitsa ham qilyapman. Hozir pishib qoladi. Chichivitsa? Da.